Spermaning rangi o'zgarsa, bu kasallikmi yoki oddiy holatmi? Bir xil paytlarda spermaning rangi oq, sariq, qizil, hattoki yashil rangi kirib qolishi mumkin. Va siz birdaniga o'ylashingiz mumkin, bizda jiddiy kasallik bormi? Menda jiddiy kasallik bormi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Xo'sh, qachon jiddiy, qachon oddiy holatligini ko'rib chiqamiz. Odatda spermaning rangi oq bo'ladi, lekin vaqt o'tmay, ya'ni uzoq vaqt sperma chiqarilmagan bo'lsa, sarg'ish rangga o'tib, quyuqlashib qolishi ham mumkin. Bu holat tabiiy hisoblanadi. Sog'lom sperma oqish kulrang yoki sarg'ish rangda bo'lishi bu me'yoriy holat hisoblanadi. Ko'pincha agar uzoq vaqt jinsiy aloqa qilinmasa yoki o'sha sperma chiqarilmasa, spermaning rangi sarg'ayishi, ya'ni to'qlashishi mumkin. Bu mutlaqo tabiiy holat hisoblanadi. Lekin ba'zan spermaning rangi qizarib, jigarrang holatda ajralishi mumkin yoki og'riqli ajralishi mumkin bu holat bilan birgalikda. Bunda kuchli yallig'lanish infeksiyasi, ya'ni yallig'lanish jarayoni yoki kichik qon tomirlarining yorilish holatlari kuzatilishi mumkin. Bunday holatlar masalan yosh erkaklarda agar bu bir marta sodir bo'lib, keyin qayta yana o'z holiga qaytadigan bo'lsa, bu norma bo'lishi mumkin. Lekin sizda qizarib sperma chiqishni boshladi va og'riqlar paydo bo'ldimi, zudlik bilan urologga murojaat qilishingiz kerak. Kuchli yallig'lanish va buning asorati sifatida hattoki urug'larning yo'llarining yopilib qolishi va tuxumlargacha infeksiyaning ko'tarilib ketish holatlari kuzatilishi mumkin. Keyingisi sperma rangining yashil bo'lishi. Bu degani spermaning tarkibida bakteriyalar, ya'ni infeksiya, yiring bilan ajralish holati kuzatiladi. Bunday holat juda ham kuchli infeksiya bo'lishi mumkin organizmda va ko'pincha infeksiya sababli shunday bo'ladi. Bunday holatda zudlik bilan urologga uchrashish kerak va sizdagi o'sha bakteriya va yiringli spermaning sababi topiladi va kerakli davo o'z vaqtida qilinish tavsiya qilinadi. Shunday ekan, agar siz spermangizda kuchli o'zgarishlar, ya'ni qizarish, to'qlashish yoki yashil ranglarni ko'radigan bo'lsangiz, yokida o'sha juda ham to'q sariq bo'lib va o'tkir hidlar, ya'ni boshqacha o'zgacha hidlar bilan ajraladigan bo'lsa, zudlik bilan urologga murojaat qilishingiz zarur hisoblanadi. Shunday ekan, bunday belgilarga bee'tibor bo'lmang, ertaga yomon asoratlarni o'z vaqtida olishingiz mumkin.